Bugun o'zida tushingizni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'ring do'stim. Keling niyat qilaman ushbu videoda ko'rayotgan ko'zlaringiz Allohning izni ila jannatda Allohning jamolini ko'rsin do'stim. Jannatga tushmay men niyat qilaman do'stim. Siz uchun niyat qilaman Firdavs jannatga tushing do'stim. Sizning zurriyotingizdan Baytullohning, Makkatullohning bo'lajak imomlari chiqsin, hofizi, Qur'onlar chiqsin do'stim. Qarang, arab alifbosini o'qishni bilmaysiz, lekin Qur'onga bo'lgan muhabbatingiz qalbingizni o'rtantirib yuboryaptimi? Demak, sizlarga yaqindan yordam beramiz. Ko'rib turgan kitoblar 6 ta kitobda bitta kitobga jamlanmasi bo'lib, ya'ni kim Qur'onimiz kiril alifbosida yozilgani. QR kod orqali eshitish tizimiga ega qolaversa, arabcha tajvid bilan yozilgan. Undan ham tashqarichi bunda Qur'onda tafsiri bor, ya'ni o'zbekchasi, mana ko'ryapsizlar. Undan ham tashqari hadislar, oyatlardan jamlanma va undan ham tashqari boshlang'ich muallim soni bor. Eng qiziq joyini aytaymi? Aynan ana shu joyini aytaman. Yo'qsa kanalga obuna bo'lasiz. Kelishdikmi? Kitobimiz qonuniy O'zbekiston nashriyoti. Bu degani siz o'zingiz bilan O'zbekiston, Qirg'iziston, Rossiyaga bemalol olib yurasiz. Aynan bu kitobimizni siz uchun O'zbekiston hamda Rossiya bo'ylab yetkazib berish xizmatlari mutlaqo bepul. Xarid qilish uchun kitobimizni +7 kodi bilan 953 159 96 06 raqamlariga WhatsApp tarmoqlari orqali murojaat qilishingiz mumkin. Kitobni o'zi emas, agar O'zbekistonda bo'lsa, ota-onangizning tug'ilgan kuniga xuddi shu kitobni solib, mana Ka'ba ko'rinishdagi naborlarimiz bilan yetkazib beramiz. Ota-onangiz yig'latib beramiz do'stim. Shunchaki murojaat qiling. Ahlan va sahlan.